Ikkita bola bilan больницада yotish 3-kun. Bugun 3-kun va bizning kasalimiz avjiga chiqqan payti desa ham bo'laveradi. Yana o'zimga gripp yuqib qopti, burnim bityapti, tomog'im og'riyapti. Shuning uchun men ham dori ichib yuribman. O'g'limni esa antibiotiklar ichlarini buzganligini hisobiga ichi o'tishni boshladi. Shuning uchun bugundan o'g'limga ham pampers taqyapmiz. O'zi endigina pampersdan chiqargandim. Endi bilmadim pampers bo'lganib qolmasa bo'ldi deb xavotirliman. Birinchi pampersni sinab ko'rdim. Pampers taqmasdan nimsiz ustini alishtirib shunaqa qildim, lekin umuman ustosh qolmadi va o'sha yerda yuvib quritishga majbur bo'ldim. Bundan avvalgi videolarda juda ham ko'pchilik uyda davolatsangiz yaxshi edi, kasalxonada har xil kasal ko'p deb aytibsizlar. To'g'ri aytasizlar qizlar. Men ham uyda davolashni juda ham xohlardim. Bir hafta uyda lecheniya qildik, lekin umuman bo'lmagandan keyin oxir oqibat baribir больницаga yotishga majbur bo'ldik. Doktor nazoratida bo'lgani yaxshi. Ham bizda bilasizlar 2 oylik chaqaloq bor. 9 oy qiynalib yurib tug'amizda, lekin bular faqat dadasini bolasi bo'lib tug'iladi. Nimaga shunaqaligini kim bilsa kommentariyaga yozinglar. Meni o'g'lim ham faqat dadasini o'g'li, mana indiski xayrlashishyapti. Mehrlari abadiy, umuman uzilmas rishta bor oralarida. Больницада yotib ham meni qiynab yubordi dada dura. Qisqachasi 3-kunimiz shunaqa o'tdi. Keyingi videolarni ko'rish uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.